Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilarim. Omonmisiz? Yana sizga kerakli ma'lumotlarni berishda davom etaman. E'tibor bergan bo'lsangiz, kanalimda har kun suv haqida ma'lumot beraman. Suv kerak. Suv ichmasangiz bo'lmaydi. Salomatlikka qadam suvdan boshlanadi. Suv bu obi hayot deb har kun ma'lumotlar beramiz. Lekin shunga qaramasdan ayrim kuzatuvchilarimiz savol berishadi. Suv icha olmayapman. Tomog'imga tiqiladi, ko'nglim ayniydi, nima qilsam bo'ladi degan savollarga javob bermoqchiman. O'zingiz bir o'ylab ko'ring, bizni tanamizni 70%, chaqaloqlarning hatto 80% suvdan iborat ekan. Suvdan, choydan demayapman, ichimliklardan demayapman. Aynan suvdan iborat. Shunday ekan, siz demak suv bermay boshlasangiz, tanangizda qayerdadir qurish paydo bo'ladi, to'g'rimi? Sochlaringiz jiloli bo'lmaydi, teringiz quriy boshlaydi va siz bilmaysiz, suv icha olmayman, meni tanam suv tortmayapti deb. Bugun sizga yana bir narsani ko'rsatmoqchiman. Tiriklik ramzi bu suv. Mana yonimda turgan suvda baliqlar yuribdi. Suvsiz o'ladi ular. Suvsiz yashamaydi. Inson ham xuddi shunday, faqat u suvning ichida yashamaydi. U o'ziga ongli mavjudot bo'lib, suvni berib turish kerak. Suvsizlik bu qarilik. Suvsizlik bu qurish degani. Organizmingizda hatto tasavvur qiling, ko'zingizda ham katta tarkibi suvdan iborat. Suyaklarimizni katta foizi suvdan iborat. Demak shunday ekan, birinchi salomatligingizni boshdan ruhiyatdan boshlasak, suv menga kerak degan so'zni kiriting va sekin-sekin tanangizga suv bera boshlang. Nima uchun ko'ngil aynayapti dedingiz? Chunki suvga oqishi uchun, hujayraga kirishi uchun nimadir xalaqit beryapti. Demak sizda parazit, qurtlar, zamburug', toksinlar bo'lishi mumkin. Aynan shu holatda sizda suvga nisbatan ko'nglingiz ayniydi. Suv obi hayot. Demak hayotiylik ramzi. Shu bugundan boshlab sog'lom bo'laman desangiz, o'zingiz uchun kerakli suvni sekin-sekin ko'paytirib ichib boring. Suvingizni harorati, suvning tozaligi, uning maylligi haqida guruhda keyingi roliklarda va yuqorida juda ko'p ma'lumotlar berganman. Bu haqda yana ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, Telegram gruppamga o'tib, suv haqida juda kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Agar shunday ham suv ichishni qila olmasangiz, bemalol konsultatsiyaga navbatga yoziling. Suv nima uchun icha olmayotganligingiz sababini topib beraman.